mashinasini asta haydab yursangiz, baribir hamma so'radi, sotildimi, necha pulga ketdi deb. Biz buni endi sotamiz. Nexia 2 ni puli Lacetti akalar. Haqiqatan mana shuncha baribir qanday desam, Nexia 2 ni yaxshiroq olishingiz mumkin buni puli, to'g'ri. Lekin baribir Lacetti-da yurishi, turishi, mashina o'zini chust qilishi trassada maqaylar. Konditsionerlar ishlab turibdi. Rul gidravlika. Bu hammasi oynalar elektronli. Metan gaz, polik chexol yangi. Yana nima kerak? Mana bu mashina tashqi ko'rinishi, mana vitchasini ko'rishingiz mumkin. Bu Midnight Fire Cobaltga yarashadi desam, Lacetti ham yarashar ekan. Kraskalari bu. Kraskalari bu oqboqlarda. Metan gaz, motor, korobka hadoylari zo'r. Xizmat qilib beradi. Puli $4800. Mana bu yerda Nexia'lar turibdi. Nexia'lar narxini so'rab chiqdim ertalab. 4000, 4500 har xil Nexia bor, to'g'ri. 4800 ham bor-da Nexia'lar. Lekin men bo'lsam, misol uchun buni tanlayman-da. Chunki baribir Lacetti bilganlar biladi. 4 ta balon yangi, motor, korobka hadoylar zo'r. Vekib qilib beramiz, barter qilib beramiz, barter. Farqi yo'q. Pastda nomer qoldiraman, bemalol telefon qilaveringlar.